Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir Arxbuloqdamiz. Hop. Bu safar ham yana bir marta yangi Vipskadagi traktorlarda narxlari, obzorlari xolos hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Idealni hop traktorlar kelgan. 304 dan boshlab 1504 gacha traktorlar bor. Hop, yangi kelganlari bular. Ya'ni 504 da bez kabinasi kelgan, 9004, 1004 kelgan, 160 chi. Mana ko'rib turibsizlar. O'tda go'zal holatda. Hozir hamma ma'lumotlarni xudosi ichkarisida ko'rsatib, tushuntirib o't beramiz. Hop, yana ichida qanaqa komfortlari bor, hamma ma'lumotlarni xudosi olib o'tasizlar. Endi eng qiziq ma'lumotlar 304 bilan 404 dan bittadan qolgan skidkada o'ta arzon narxga berib yuborishyapti. Xullas, mashina masalan 80 million so'm qo'shgan, bir dona qolganligi uchun bemalol olib ketaverasizlar. Endi Mo'min akamiz bizga shu 1004 yangi kelgan model kecha kuni o'sha Xitoydan keldida ochib, mana tayyorlab qo'yib qo'yishdi. Ma'lumotlarini xudoolasa berib yuboradi. Boshladik. Birinchi ichki apparaturalaridan boshlaymiz. Qanaqa komfort, qulayliklari bor? Qulayliklari turbina bilan jihozlangan. Konditsionerlari bor. Konditsionerlari bor. Navorotlari, balonning kattalik razmerlari ham. Qancha razmerlari? Xo'p, mana balon razmerini ko'rsatib ham beramiz. 9.5 24. 24 ta. Orqa baloni qancha bo'ladi? Balonnikini ham olib ketsak bo'ladi mana. 14.9 30. Katta balonlar qo'yilgan. Keyin buni hali kichkina agat katta agat qilsa bo'ladi? Ha, bo'ladi. Bemalol kengayib torayadi. 60-70 midi? Ha, bu 80-90. 80-90 agatlarga bemalol tekis ketadi. Xo'p, yana hali tormozlarini, prostoy apparat, tormozlarini qanaqa dedingiz? Tormoz apparatlari havoli qilingan bularniki, mana kompressorlar o'rnatilgan. Orqa tomon nosi ham bo'ladi. Mana receiverlari qo'yilgan. Havo sistema qilingan-da. Tormoz sistemalari. Mana ular endi ular? Ha, resiver bu. Mana torayib kengashi bartovoylarni mana olib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Addenli masalan gidravlikalarga addenli filtrlar qo'yilgan. Filtrlari bor. Endi mana atvallarni, pritsepnilarni hali taqqanimiz yo'q. Любой narsa tushadi. Ha, любой narsa tushadi taqib. Vomlari ham 540 ga 1000 bo'ladi. 540 ga 1000. Mana komfort buni faralarni qaranglar, bunaqa Malibuda ham yo'q faralar bular. Mana orqa taraflari. Hop, endi ichini ham bitta ko'rsataveramiz. Aha, mana ichini ham olsangiz bo'ladi, bemalol chiqib oling. Hop, qani ketdi. Oyoq qo'yadi yo'llari. Necha yuz kiloga ko'tara olar ekan? 200 kilodan ko'taramiki? Ko'taradi. Bunaqa odamlar yo'q bo'lsa kerak. 200 kiloli odam traktor minmaydi. Okay. Hop. Ko'rib turganinglardek, shu yerga kofechalarni qo'yib, bu tarafga muzdekkina suv, bu tarafga issiqqina kofelarni bosaverasizlar. Balki sekin telefonni sog'olsanglar, keyin bu yerda muzikani qo'yib bosaverasizlar. Hop, yana bular endi nimalari? U pritsepnilarni ko'tarib tushiradigan, adaradigan. Hop, bu yerda skorstlari bor ekan. Toshbaqa quyoni bor. Toshbaqa quyonlari, oldi-orqa. Hop, ruchnoylar 540 ga 760 ohm. Mana xullas hamma yo'q. Ko'rasizlarmi? Netda monitor. Cobalt'ni yangi chiqqan Vipskalaridan bular. Hop, bu yerda mana konditsionerlar sovutib isitadigan ventilyatordik-a bu? Aha. Yo'q, tepadagi ventilator o'zidan yonadi. Ha, o'zidan ekan. Xullas ventilyatori bor. Monitorlari bor, oldi-orqa monitor. Bu yoqqa sekin hop, telefonning zaryadkasiga bosaverasizlar. Hop, bu yerda qo'shib qo'yib, sekin mazza qilib bosaverasizlar mana. Bu yerda ko'rasizlar. Oldi-orqa kameralarni qaranglar. Bu qaysi tarafniki bu? Bu orqani, oldiniki. Oldini kameralar. Oldiga qarab turibdi. Hozir ichida nastroykadan oldi-orqa yarim qo'rsib qo'ygan qilib qo'ysa bo'ladi. Luklari bor. Yo'q, mana luk chiqaringlar. Voy, shabadani kirishini xullas ochiq turaversin. Hop, mana bittani. Ko'rasizlar, yengil, endi bitta barmoqda bossadan bo'ladi. Endi rul. Mana qaranglar. Bu yopiqmi? Hozir zavod qilish kerak. Zavod qilsangiz, zavodni bosib turamiz. Bemalol zavod qilsak bo'ladi. Hoppa. Karabeli ko'rasizlarmi? 0 yo'q-da, xullas. Yangi. Rulni bitta burib turamiz, ketdi. O'ynab o'tirasizlar. Yengilligini qaranglar. Gidravlika. Dahshatida. Oldi vedущийni qo'shib ajratadigan. Ha, bitta bor ekan. Blokировkalari.
Blackrockda bo'mi? Ha, Blackrockga hamma narsasi bor. Ideal. Sekin bosib oladigan joy akalar. O'chirib qo'ysa bo'laveradi. Aha. Sim o'ch. O'chdi. Biroq o'chirib qo'ying. Ha. Bo'ldi. To'g'ri. Endi qolganlarini ham sekin ma'lumotlarga o'tamiz ketdik. Oldilariga nimadir taqsa bo'ladimi? Yo'q, bunga bularga taqib bo'lmaydi. Mana 300 tor, 400 tor, 500 tor, 500 tor bez kabinalarimiz kelgan. O'shalarga Ana taqsa o'shalarga bemalol ustanovka qilsa bo'ladi. oldi tarafdan ulanadi-da bular. Ha, yo'q, orqadan narsa tortib kelinadi. Ha. Vom tortib kelinadi. Hı. O'rnatib beradigan bolalarimiz ham bor. Xo'p, demak. Bo'lsa o'rnatib beradi. Bular 30 ot kuchi, 30 silindrmi? 3 silindr bu. 3 silindr. Bular 100 ot kuchi, 4 silindr. 4 silindr. Demak, Turbinali. bundan boshqa hammasi 4 silindr. Bu 1504 150 ot kuchi. 150 ot kuchi. Kattaligi 6 silindr bu. 6 silindr. Xo'p. Endi deyarli hozir tushuntirgan hamma narsamiz bir xil. Nimasida farq qilishi mumkin yana bular? Farqida ot kuchida farqi bor. Aha. Pritsepni ko'tarib tushirishida, og'irlik kuchida. Tortish Farqi kuchida ham farq bo'ladi. Katta Tortish yuk, kuchidan kichkina yuk. ha, farq qiladi. Farqini ko'rasizlar. Mana 100 ot kuchli, bu 150 ot kuchli. Kattaligini ko'rasizlar. 5 kishini ichiga sig'dirib olsanglar bular. Qarindosh urlar bilan bosorasizlar. Ha, bu 50 500 tor bu, 500 50 tor. ot kuchimiz. 50 ot kuchi. Kabinaligi bu. Bez kabinasi ham bor. Bez kabina ham keldi. Ha, yangi Xitoydan keldi. kecha. Hop, bular. Adashmasam 40 400 tor kuchli. kabinali. 400 tor kabinaligimiz bu. Ikkalasi bir xil. Ot kuchlari, faqat bu bez kabina, bu kabinali. Mana ko'ryapsizlar. Yaltilab turibdi buni. Panujinni, pavushinni, Faralari, reversli. hammasi Ha. faralari, balonlari. Mana oldi luklarini ko'rsanglar mana. Hammasida bokovoyni, поворотниlar, tepadan fanallari. Oldilariga mana qilar ham qo'yib qo'yishgan, ko'tarib ketmasligi uchun. Bahaybatligini qaranglar, kattaligini. Xo'p. Demak, 100 ot kuchidan boshlab tepalarda konditsioner bor. Bularda konditsioner bo'lmaydi. Yo'q, bularda bo'lmaydi. 500 torlarimiz. Bularda faqat ventilator bor. Xo'p, endi bog'lar uchun asosan narigi 300 tordan sotib olishyapti, lekin faqat u bitta qolgan. O'shunga e'tiborli bo'lib, tezda telefon qilib sotib olganidan ming marta afzal. Xo'p. Bularda faqat shu ot kuchida farq bo'ladi, deyildi. Yana boshqa narsasida uncha farqi bo'lmaydi. Yo'q, hammasi bir xil bo'ladi. Ha, bo'ldi. Demak, komplektida nimalar bo'ladi? Komplektda shu quruq traktorni o'zi. Traktorda o'zi, Keyin addenli frezalarimiz ham bor, frezalar, pluglarimiz bor, pluglar, aylanma pluglar bor o'zi. Maxsus shularga yasalgan. ichida kulishlari bo'ladi. Keyin maxsus kulishlari bor, o'zida chiqadigan. moylar qo'yib beriladimi yoki Moylari quyilgan, antifrizda qilingan hamma traktorimiz. Hammasini ichida shu tayyor, minishga tayyor holatda bo'ladi. Tayyor holatda bo'ladi. Tayyor holatda bo'lar ekan. Shuni bog'dagi yoki dehqonchiliklarga olib borasizlar, minib yuraverasizlar. Keyin osmondagi ob-havoga qaranglar, chiroyli bo'lib beryapti. Video obzorimizga. Menimcha umumiy ma'lumotlar shular edi. Keyin yana qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol so'rasanglar bo'ladi. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 6,5 mingdan boshlab 26,5 minggacha mana 1504 bandirimiz 26,5 ming dollar. Hop, kelsalar yana xudo xolasa kelishtirib beriladi. Toshkentcha dastavkalari bor. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda hop, telefon qilaverasizlar bemalol. Har xil viloyatlardan O'zbekistonning deyarli butun viloyatlariga shu chiqardik hamma traktorlardan. Nasib qilsa xudo xolasa sizlarning tumaninglarda, shaharlarda ham bo'lib qoladi. O'zbekistondan tashqari qolgan viloyat respublikalarga ham chiqarsa bo'ladimi deydiganlar bo'lsa, chiqarib beraveramiz. Qirg'iziston, Tojikiston shunaqa. O'zi Qirg'iziston brendi bu. Biz fora qilib olib kirganmiz. Shunaqa kimgadir kerak bo'lsa, chiqazib bera olamiz. Qozog'iston, Tojikistonga ham ketaveradi. Ketaveradi. Qirg'iziston. O, tepadagi fanallarni qaranglar, dahshatligini. Hop, keyin bundan tashqari, hop, mini kichkina traktorchalar ham bor. Keyin shunga o'xshagan narsalar ham bor. Kimgadir kerak bo'lsa, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Dehqonchiliklar xudo xolasa biz bilan sekin ko'taraveradi. Hozir mana zavod qilinyapti. Qanaqa yuradi, o'shani bitta ko'ringlar deyapmiz.
ko'zga yomon chiroyli chiqyapti deb bor. Kattaligini ko'rasizlarmi? Bu odam yarmidan kelyapti. Qarilarni o'zi o'ta go'zal. Instagram